Xo'p do'stlar, bugungi ikkinchi mashinamizni yana obzorini boshladik. Kia Carnival High Limousine VIP saloni bilan do'stlar. Ushbu mashinalar mana ko'pchilik уже xabari bor, allaqachon xabar bor. Restyling varianti hisoblanadi. To'rttalik lupalari bilan mana pоворotliklarimiz juda chiroyli ishlangan. Restyling variantlarda oldi radiator shotkalarimiz, Kia yozuvlari ko'rishingiz mumkin. Ushbu mashinalar do'stlar 1.6 gibrid hisoblanadi. Avval 3.5 benzinligi chiqqan edi. Rastamoshkalarda juda benzin rasxod, rastamoshkalarda noqulayliklar berayotgan edi. Xo'p do'stlar, mashinamiz orqa qismi уже ko'pchilikda allaqachon ko'zi o'rganib ulgudi. Juda chiroyli faralari bilan ishlangan. Mana yonishlarini ko'ryapsizlar. Carnival yozuvlar. HEV ya'ni gibridni yozuvlarini beradi, ma'nolarni beradi. Mashinamizning orqa bagajligini qisqacha ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar do'stlar, mashinamiz umumiy holat 9 kishilik bo'lgan. Mana bu yerda sidina ko'tarilsa, mashina 9 kishilik bo'ladi, lekin bunda deyarli odam chiqishga noqulay, buni ishlatilmaydi. Ortida ko'rsatadigan narsalar 12 voltlik prikuritillar bor. To'g'ridan to'g'ri salonga o'tsak bo'ladi do'stlar. Biz albatta eshiklarimiz beskульчевой доступ, bitta knopka bilan ochiladi, yopiladi. To'g'ridan to'g'ri salonga o'tamiz. Do'stlar, mana VIP salonni sizlarga qisqacha nimaligini tushuntirishga o'tamiz. Sidina albatta tuning kompaniyalar tomonidan yasalgan, maxsus litsenzionni, hali ko'cha-ko'yda oddiy ustalar tomonidan emas. Bu sidinamizda ko'rib turibsizlar do'stlar, mana atamankalargacha chiqib keladi. Bespirodnoy zaryadka, mashina sidinamiz yonbosh tomonidan abagrev, abduf, massaj funksiyalarini mana bu yerdan boshqarsa bo'ladi. O'ng qo'l tomonga qo'yilgan, shunaqa qulaylik qilish maqsadida mana bu yerda bespirodnoy zaryadkalar, mashinamizda massaj funksiyalari bor do'stlar. Orqa tomonda mana 2 kishilik sidinalar qo'yilgan, kapitanskiy sidinalar, podstakanliklar bor. Orqa tomonda ham odam bemalol dam olib ketsa bo'ladi. Sifatli materiallardan ishlatilgan do'stlar. Rahbarlar uchun, ota-onalar uchun ham juda zo'r variant. Odam charchamaydi, uzoq yo'llarga bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Mana massaj ishlayapti. Massaj endi telefonda qanchalik ko'rinadi. Biz yuqori tomonda Alcantara patolog kutib oladi do'stlar. O podsvetkalar, katta monitor, bemalol ashula eshitib, kino ko'rib ketsa bo'ladi. Juda kattagina chiroq bizni bu yerda tunda juda chiroyli vid beradi. Har xil ranglarga almashadigan chiroqlari bilan Alcantara patolog do'stlar. Hatto mana sidinalarda podголовникlargacha e'tibor berilgan do'stlar. Juda chiroyli dizayn bilan ishlangan. Bu yerda biz mana podstakanniklarimiz, 12 voltlik prikuritillarimiz hammasi joylashgan va mana bu yerda plavisi sidina orqa tomondan bemalol turib, bu yerda o'tirib, oldi sidinani ligrovka qilsa bo'ladi do'stlar. Oldiga o'tish shart emas. Juda katta joy hosil bo'ladi. Bu ham shu Kia Range Rover ekanda bemalol mana atamankalarni chiqarib ketsa bo'ladi. Range Roverda ham atamanka bor. Xo'p, mana ichkari knopkalari bilan ham eshiklarni ochib yopsa bo'ladi do'stlar. Oldi salonda do'stlar mana yangilangan dizayn rul, drive mod tizimlarimiz, mashina mana yurib turibdi. Gibridni sistema bilan birinchi o't oladi do'stlar, keyin benzinga o'tadi. Yangilangan sensorli tablo do'stlar qo'shilgan. Bu tablodan bemalol xohlagan opsiyalarni kontrol qilsanglar bo'ladi. Biz oldimizda mana EV yozuvlari bilan bizni hozir mashina tokda yurib turganini bildirib turibdi. Xo'p, oldi rulimiz do'stlar juda chiroyli ishlangan. 2025 dan shu rul bilan chiqishni boshladi. Xo'p, torpedkalarimiz mana koja bilan ishlangan. Klientimiz head-up display yo'g'i bo'lsa ham mayli degan edi. Mana pastda bizni bespirodnoy zaryadka, kalitlarimizni bitta ko'rsatamiz do'stlar. Kalitlar eng fullidan. Kalitda mana parkovka rejimlari, eshikni ochish yopish rejimlari, yurgizish, o't oldirish kalitlardan ko'rish mumkinki, mashinamizni mana full paketlaridan. Aytilgandek bespirodnoy zaryadka, bu yerda mana klimat kontrollarini hop kontrol qiluvchi sensorli kichkina monitor, yana ikkita podstakannik, abagrev abduf funksiyalarimiz bor, abagrev rul bor. Mana mashinamizda 360 kamera ishlab turibdi do'stlar. Mana 3D xohlagan tomondan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p,
Ruchkalarimiz albatta elektronli avtohold tizimlarimiz bor. Kichikroq bizni bar kutib oladi do'stlar. Bu yerda bardachoklarimiz yetarli darajada katta. Eshik afshkalarimiz do'stlar ko'rib turganingiz plastmassa, koja elementlaridan kombinatsiya bo'lgan. Polniy elektropaket. Mana yonbosh tomondan orqa televizorlarda, podsvetkalarda hammasini kontrol qilsa bo'ladi va undan tashqari eshiklarni ochish yopish funksiyalarini ham do'stlar albatta lyuk bo'lmaydi bu mashinalarda. Klientni talabiga qarab har xil narxlarda chiqadi. Oq, qora xohlagan VIP salonlar bor. Hatto orqa salon sidinalarni faqat 2 kishilik qilib qo'yadigan joylari bor. Juda keng, katta sidinalar bilan shunga qarab narxlar o'zgaradi. Hozirgi kunda ushbu mashinalarni 85 ming podключ atrofiga to'g'ri keladi do'stlar. Kataloglarimiz bor, juda zo'r salonlari bilan odam ko'rsa rasmini ko'rib ham o'zi rohatlanadigan salonlar bor. Inshaalloh zakaz qilinglar, aytilgandek chiqarib beramiz. Qo'ldan kelgancha harakat qildik do'stlar. Kimlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Elchin Group sog' bo'linglar do'stlar.